Hey yo, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Kavsofasgacha mini korotchi do'stlar. Menga kutilmaganda Zitkar akamiz narsa tashlab qoldilar, reklama qilib berasizmi deb. Ularning aktivlarini yo'lga tushib ketgan ekan, anchadan beri video chiqazmaganlariga. O'shanga menga reklama qilib bering debdilar. O'zlari ham bir bo'lsa reklama chiqazib, Jon Sofga ham reklama qildirlar ekan. O'zlarining bitta oshnalarini reklama qildilar. Hozirda men o'sha oshnalarni ko'rsataman. Undan oldin albatta menga podpiska va obuna bilan donatni ayamaymiz do'stlar. Addushi qilib. Hozir taxminim o'sha yerdamida. Mana do'stlar, ikkita obunachilar bor. O'zlari Zitkar bilan yana kimdirlar ekan. Ikkinchi akkauntlar o'zlarida. Xullas, do'stlar, hozirda bitta video chiqdi. Akkaunt ochib olgani. Xullas, obunani bosib, qo'ng'iroqcha bosamizda videolarga kirib, Kayzoda salom deb qo'yamiz. Hozirda o'zi 25 ta prosmotr bo'ldi. Ikkita obunachilari bor va yaqinda bular qanaqa yo'nalishda video olishlarini bilib olamiz. Xullas, do'stlar, e'tibor bermaysizlar gaplar uchun. Xo'p, albatta va menga ham obuna bo'linglar. Shunchalik qiynalib aktivga qarang. Tushib 67%. Qarang, aktivlik tushib ketgan. Shu video chiqarishga harakat qilaman. Maktabda baribir bo'lmayapti. Sizlar ham qushlar olgan videoyimni ko'rsanglar, shunday video ostida narsasi bor, kommentariyasiga ham yozib qo'yaman shuni. Shu kartaga donat qilishinglar mumkin. Qushlar videosini ham yaqinda chiqazaman. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska bo'lishni unutmanglar. Barchaga xayr.